Assalomu alaykum xon driverka muxlislari. Biz hozir Makka chiqarib, driverkani tushuntirib, setga qo'yish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Hozir setga qo'yilyapti. Bu driverkada hozir Makka chiqaramiz. Hozir driverkamiz universal driverka. 3 xil setkasi bo'ladi. Bug'doyga, Makkaga, o'tga. Yana setkasi varianti po'xol, ho'l o'tlar chiqaraveradi. Hozir mana mahagimiz o'rnatilmagan. Quyma mahavik 20 ta tishli bo'ladi. Asosiy joyi 0.8 turba, konteyner turba bas, 0.8 turbadan bo'ladi, qalin. Motorlarimiz 6,5 kW 3000 оборот. Mis motorlarimiz 3 million so'm, alyumin motorlarimiz 2 million 800 ming so'm. Dastavkalari bor. Hozir tevasini qo'yib ishlatib ko'rsatib beramiz. Videoni to'xtatmang, qoldi. Motorlar ko'rsatsangiz sokin bo'ladi. Hozir bu Makka to'kildi. Makkamiz 10 kilo. Yurgizorsizlar. Shuni bilan aloqaga chiqilaveradi. Bu hozir jo'jabo qilib chiqaradigan jarayon, jo'jabo qilib. Chiqarishi. Tugadimi? Tugadimi? Bo'ldi. Mana 10 kilo makkamiz riqcha chiqmaydi. 10 kilo makkamiz tugadi. Mana buni Makka chiqargandan keyin juda 1 minutcha yonib turgani ma'qul. Nima masalan ichida qolgan donni chiqarib yuboradi. Mana bu yorma jo'jabo bu. Bitta 900 setkada chiqdi. Mana motorlarimiz alamili 6,5, baga 6,5 mis. 100% medni. Shu nomerlarimizga aloqaga chiqib so'rasizlar. 3 fazali 220 katta ferma 500-600 ta mol qo'ylarga ham driverka qilib beramiz. Hozir hamma driverkadan bor ishlab chiqarish. Narxlarimizni yana bir qadar eslatib o'tamiz. Alyumin motor 2 million 800 ming so'm. Mis motorimiz 3 million 300 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Olib borib ishlatib ko'rsatib berishadi. Mana. Buni hozir bemalol atalaga, jo'jaga berilsa, hozirgi bahorgi mavsumga jo'ja bor rosa. Ekranda nomerlar qoldiraman, o'shalarga aloqaga chiqarasizlar. YouTube kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar.